Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yana bir katyolimizni tushirib olgan zahoti Sochakka dastavka qilib beryapmiz. Sochakdan mana Umar akam kelganlar. Bu Umar aka nechinchi olishingiz endi? Bu ikkinchi katyol. Gap yo'q katyolga. Katyol o'zida o'zi yonaveradi. Hech narsa solmasa ham stayka uyda. Faqat любой narsa ketadi. Musor, tunika, temir, taqqa hammasi. Sizga ma'qul keldi. Maslahat berasiz. Garantiya. Kimga? Sizlarning mana ustomiz ham bor. Mana Xurshedjon aka. Usta Xurshid akam shu katyol bo'yicha mana mutaxassis. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tagga nomerni qo'yib qoldiramiz gruppamizga. Kimga shunaqa sifatli beloruskiy, polskiy katyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana ishlarini hozir ko'rsataman. Listlarning qalinligi 5 lik bo'ladi. O'ta chidamli, jaraprochniy 265 markali Yevropaning stilidan ishlab chiqarilgan. Katyolimiz polностью utublet qilingan. Undan tashqari mana bunaqa dimoxodlari ham bor. Kimga kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Sendvich qilgan bazaltli dimoxod. Nержавейкаdan qilingan dimoxodimiz. Bu ham Belorusiyaniki. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, sifatli mahsulotlar optim narxi, O'zbekiston bo'ylab eng arzon narxi kelaverasizlar. Barchasi ta'minal ishida bor, marhamat. Mana bunaqa gidrokollektorlar ham kerak bo'lsa, bemalol kelib olib ketishlaringiz mumkin. Bundan tashqari mana bunaqa bunkerli katyollarimiz ham bor, Turkiyaniki. Katyollarga assortiment juda katta. Oxiri ko'rinmaydi. Barchasidan kelib olib ketishlaringiz mumkin. Sifat qurilish mollari do'koni, Sochak mahallasi. Do'koni, marhamat.